Demak, bugundan boshlab siz bilan mental his, ruhiy salomatlik muammolari haqida ilmiy tahliliy hamda meta-analiz, shu bilan birgalikda ayollarda ko'krak qafasida og'riq, oyolada og'riq, vazn ortishi, charchoq, asabiylik hamda taranglik, shu bilan birgalikda kortizol haqida odatda hech kim aytmaydigan haqiqat faktlar bo'yicha gaplashamiz. Birinchi mavzuyimiz kortizol. Misol uchun O'qituvchi, ustoz, shunaqa. farzand, opa. Endi qarang, mana shu oddiy qilib tushuntiraman. Sizga men topshiriq berdimda. Topshiriqni bajarib keldingiz. Mendan nima kutasiz? Maqtov, rahmat yoki jarayonni o'sha yetarli baholash. Jarayonni yetarli baholash. Sizni rakursingizdan qarasak, misol uchun case study berdim sizga. Aynan stress bo'yicha o'rganing dedim. Ayollarda qanaqa darajada dedim. Svetofor qay darajada? Svetofor, ya'ni stress degani svetoforni inobatga olaylik. Qizil darajadami, sariqdami yoki bo'lmasa yashildami stress? Siz aniqladingizda qizilda deb menga xulosa berdingiz. Men 4 baho qo'ydim. Sizni ruhiy holatingiz qanaqa bo'ladi bunda? Tushkun bo'ladi, chunki men o'zimni dunyoqarashimda jarayonni ajdar jangchi darajasida yakunlab keldim. Siz mani misol uchun panda deb ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Ichimdan men ajdar jangchisiman, lekin sizni ko'zingizda panda. Xuddi shunaqa ko'ryapsiz, ya'ni kutuvlar bu yerda to'g'ri baholanmas ekan. Rahmat, borligi uchun rahmat. Hayotim borisan, hayotim borisan. Sen bo'lganing uchun oilamiz baxtli. Sen bo'lganing uchun afsusdamasman. Afsusdaman. Oddiy aytsin, shart emas, uni Antaliyaga, Istanbulga olib borish yoki bo'lmasa boshqa. Hali uni ham olib borish kerak-ku, lekin o'sha paytda o'zida yo'q. Qanaqadir qimmatbaho emas, mehrli bir so'z, ya'ni qadrli to'yinishni his qilsin ayol. yashay. Emotsional bo'shliq bo'lmasa. Xuddi mana natijada bu hammasi boshlanadi. Ko'ryapsiz-ku, bu hammasi lekin ehtiyoj. Shundan muammo boshlanadi, shundan stress boshlanadi. Mayli endi katta depressiv buzilishlarni biz keyingi aynan mavzularda ko'rib o'tamiz. Hurmat va qadrlilik bo'ldi. U hurmat ko'rmayapti. Natijada sovishni boshlaydi. Tushundingizmi? Ekzistensial bo'shliq deymiz biz. Mana shu yerda vujudga kelishi mumkin. Sekin yig'sa ichkarida выгорание burnout yoki bo'lmasam isyon qilishga harakat qilsa, ko'rsatishga harakat qilsa nevroz, surunkali stress yoki depressiya. Shunaqa. Va eng asosiysi keyingi piramidani yuqorida bilasizmi nima turadi? O'zini anglash. Men o'zi kimman? Men o'zi nimani xohlayapman? Va qanday bo'lishim kerak degan savolni inson qidirish boshlaydi. Shunda bazaviy betovoy yoki bo'lmasam bazaviy resursning ehtiyojlardan emotsional atrof bilan bog'lanish, hissiy holat bilan davom etyapti va o'zini anglashda, o'zini topishda, o'zini tasdiqlash bilan yakunlanyapti. Masalan, shunaqa, ya'ni o'zini anglash. Zo'r, o'zini mana shu yerda o'zini anglash. Endi bitta narsani inobatga olishimiz kerak bu yerda. Kimdir o'zini anglash deb qora jentra sotib olishni xohlaydi. Kimdir uy qurgisi keladi. Kimdir ilm olgisi keladi. Kimdir maqsad qo'yadi, katta maqsad, ma'naviy, moddiy maqsad. Tushunyapsiz-a? Bu bilan ham farqlanadi. Ya'ni kelasi ham yomon emas demoqchiman-da. Ha. Ma'lum bir darajaga olib chiqadi va o'zingizdan qoniqish hosil qilishingizni ta'minlab beradi. Eng zo'ri baribir ilm. Ilm orqali inson yuksak marralarga erishishi mumkin. Emotsional va ma'naviy. Emotsional va ma'naviy, albatta. Va mendan so'radingiz, ana endi mana kelyapmiz. Biz stress nechiga bo'linadi? Stress ikkiga bo'linadi. O'tkir stress va surunkali stress yoki bo'lmasam vaqtinchalik stress, doimiy stress deb aytishimiz mumkin. Sog'lom stress yoki nosog'lom stress. Sog'lom, nosog'lom yoki bo'lmasam emotsional stress, oddiy stress, emotsional stress deb adabiyotlarda har xil beriladi-da. O'sha birinchi darajasi qisqa muddatli bo'ladi. Obyekt aniq. Misol uchun ertaga men ishdan o'tishim kerak, intervyudan. Ishga qabul qilinishim uchun intervyudan. O'ylayman, nima bo'yicha o'ylayman? Meni qabul qilarmikan? Yaxshi gapira olarmikanman? Xavotir. Yana xavotir. Ya'ni miyada bo'shliq. Fikrlarning ichida bo'shliq. Yo'q, bu degani vaqtinchalikda, vaqtinchalik. Ya'ni jarayon yakunlanmasa bo'shliq to'lmaydi, borolmaguncha, erta kelmaguncha, suhbat o'tmaguncha yakunlanmaydi. Shunaqa. Ana endi eng yomon emotsional stress. Bunga nimalar sabab bo'lishi mumkin? Buni faktorlari bor. Biz analiz qilishimiz mumkin. Misol uchun bu yerda eng katta faktor baribir ijtimoiy faktor. Chunki biz sotsiumda yashaymiz, ya'ni jamoada, jamiyatda yashaymizda. Jamiyatda biz qadriyatlarimizga ega bo'lmasak, misol uchun yetarlicha baholanmasak, o'zimizni namoyon qilishga imkon berilmasa, maqsadlarimiz amalga oshmasa,
uzoq muddatli maqsadlarimiz, tushunyapsiz? Va natijada bizda emotsional stress vujudga kelishi ya'ni boshlaydi. hissiyotli ichkarida bostirilib to'planadi. Shu Shunaqa. o'rinda ustoz yana bitta mif haqida gaplashib o'tib ketsak, juda ko'pchilik o'ylaydi, stress faqat fikrlarda bo'ladi, miyani ichida bo'ladi. Yo'q, aslida stress ichkaridan yoqilib, tana bilan davom etadi. Ya'ni stress faqat miyada to'planmaydi-ku, fikrlarda to'planmaydi-ku, balki tanada to'planadi. Va Shunaqa. stress ichkarida fikrlar orqali yoqiladi, lekin ichkaridan o'chirishning imkoni yo'q-ku. Shu haqida ham gaplashaylik. Ya'ni kortizol ichkaridan yonadi, jarayon fikrlar orqali, hissiyot miyada. Kortizol ichkaridan ishlab chiqarilishi boshlaydi, ya'ni knopka ichkarida yoqadigan, lekin o'chiradigan knopka ichkarida emas, o'zidan o'zi yonib, o'zidan o'zi o'chmaydi ba'zida. Keyin stress faqat miyani ichida bo'ladigan qo'zg'olon emas, ya'ni fikrlarga yoki hissiyotlargagina ta'sir o'tkazib to'xtab qolmaydi. Ya'ni stress tana orqali ham gapiradi, ya'ni tanada ham yig'iladi. Boya aytganingizdek, vazn ortishi, mushaklardagi taranglik. Bo'ldi, bu yaxshi gap bo'ldi. Biz klinik holat deymiz buni. Ya'ni signal beryapti. Xronologik stress nimasi bilan xavfli? Xronologik stress ko'p bo'laversa, ayollarda birdaniga tana ortib ketishi, ya'ni semizda vazn ortib ketishi yoki bo'lmasa aksincha vazn yo'qotishi ham mumkin. Eng yomoni nimada? Men yomon kasal bo'lib qoldimmi, qandaydir bir onkologiya bilan bog'liq jarayon menda kechyaptimi deb o'ylashi. Tushunyapsiz? Keyingi holatda bo'ladigan bo'lsa, avtomatik ravishda uyqu sifatini yomonlashtiradi. Avtomatik ravishda. Bu degani o'z-o'zidan miyada yig'iladigan suyuqlik, ya'ni miya kech payt o'zini vazifasini bajarmaydi, toksinlar qolib ketadi, yetarlicha energiya o'zini tana, miya o'zini quvvatini tiklab ola olmaydi. Shunaqa. Melatonin yaxshi ishlab chiqariladi, chunki kortizol paytida melatonin o'zini vazifasini yaxshi bajara olmaydi, ko'ngildagidek bajara olmaydi. Uyqusizlik, misol uchun vazn ortishi, injiq bo'lib qolishi, yig'loqi bo'lib qolishi, jizzaki bo'lib qolishi, tushunyapsiz? Agressiv bo'lib qolishi, tushunmaydi. Kelajak haqida fikrlar qani, ertaga men kelajakda yorug'lik ko'ramanmi yoki yo'qmi deb o'ylashi. Ya'ni miya faoliyatiga tahlil tasavvur jarayonlariga ham baribir ta'sir o'tkazadi. Albatta. Aynan birinchi belgisi qilib. Birinchi belgisi oddiy qilib tushuntiraman, qanaqa fiziologik jarayon kechadi? Yurak tez urishi. Nima uchun? Nima uchun mana shu ko'krak qafasda ko'p og'irlik his qiladida, respublikaning barcha kardiologiga boradi va kardiologlardan xafa ham bo'lib qoladi. Hammasi yaxshi, bu o'zingizni muammongiz, fikrlaringiz bilan desa, ruhiyat bilan ishlash kerak desa, siz yaxshi doktor emassiz. jinni duosmani. Siz menda muammo bor, kasallikni topolmayapsiz deb doktorni ayblash, ya'ni shifokorni ayblashib ketishi mumkin. Aslida muammo haqiqatan nima uchun yurak oldida og'riq bo'ladi deb aytadigan bo'lsak, qarang, stress payti butun tana va miyada ozgina yallig'lanish bo'ladi. Bu ham himoya mexanizmi. Himoya mexanizmi. Yurakdan o'tgan koronar qon tomir shikastlanadi surunkali stress va natijada miyaga boradigan yetarli ozuqa yaxshi bora olmay qoladi. Kislorod bo'g'ilishi boshlaydi. Natijada miyada tuman bo'lishi boshlaydi. Uyqu yo'q, bosh og'rig'i ko'payish boshlaydi. Hozir hushimdan ketib qolaman degan bir taassurotlar bilan yashaydi-da inson. Nima uchun? Ko'krak qafasi oldida hali aytgandek, o'sha koronar qon tomiri yurakdan o'tgan shikastlanish boshlaydi. Muammo shunda. Shunda yallig'lanish deganingizga esimga keldi. Aynan uyqu sifatining buzilishi, ya'ni stressni, surunkali stressning ilk belgilari, ya'ni kortizol ko'tarilyapti, melatonin tushib ketyapti, adrenalin baland. Biz kech uxlaymiz, melatonin o'zini vazifasini bajarmaganligi tufayli. Aynan o'sha uyqusizlik jarayoni miyada neyronlarning yallig'lanishiga ham olib keladi. Aynan mana shu jarayonlarni jarayonlarning davomi qanday bo'lishi mumkin? Boribmi? Bu nimaga olib keladi? Miyadagi uyqusizlik natijasida miya faoliyati, ya'ni o'zini vazifasini yaxshi bajarmaganligi uchun miyada yallig'lanish paydo bo'lyapti. Yaxshi. Eng katta psixologiyaga bog'laydigan bo'lsak, kognitiv funksiyalarning buzilishi deymiz. Rahmat. Kognitiv funksiyalarning buzilishi, ya'ni qanaqa kognitiv funksiyalar buzilishi? Xotira pasayadi, diqqat pasayadi. Nutqda muammolar vujudga kelishi mumkin. Diqqatda, tushunyapsiz? Kognitiv faoliyat buziladi va natijada kognitiv faoliyat buzilsa, odam xavfli bo'lib qoladi, mashina haydash xavfli bo'lib qoladi. Ijtimoiy xavf tug'dira boshlaydi, Xavf bor, doimiy xavf bo'lib turadi. O'shaning uchun buni albatta surunkali stressni davolash kerak, terapiya qilish kerak. Ya'ni stress, bitta narsani shu yerda aytib o'tishimiz kerak, Husnora. Stressni terapiya degani bu oddiy psixologik terapiya emas. Bu yerda dasturlar bor, programmalar bor. Muntazam, davomiy amalga oshiriladi. Albatta, muntazam,
aynan stress bir kunda surunkali stress bir kunda yuzaga kelmaganligi uchun uni mayda to'qimali miya neyronlari darajasida davolash uchun ma'lum bir muddat kerak. Shunaqa. 3 kun 5 kun bilan ish bitmaydi-da. Yo'q. 21 kundan 96 kungacha ham vaqt ketishi mumkin. Shu fikrimga siz qanday qo'shilasiz? Oylar mobaynida, hattoki yillar mobaynida bo'lishi mumkin. Endi katta ruhiy buzilishlarni men aytaman. Endi bu yerda bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, Pareto qonuni bor, 80-20 deydi. Ya'ni men sizni qo'lingizni yarmiga aylanib ketib yoki siz meni qaysidir qo'shimcha a'zomga aylanib qolishingiz mumkin. Lekin men undan yoki siz menga 20% berasiz, men 80% harakat qilmasam 1 tiyinga qimmat degan. Xuddi shunaqa. Endi ya'ni bemor ham xuddi programmada shunaqa ishlaydi-da. Biz psixoterapevtik dastur beramiz, psixokorreksion dastur beramiz, tushuntiramiz. Mana bu ishlarni qilish kerak, mana bu texnikalarni qilish kerak deb. Ya'ni 80% insonning o'zida bo'ladi-da. 20% faqatgina biz terapiya qilib beramiz. Endi qanaqa qilib boshqarish mumkin stress? Muammo shunda. To'g'rimi? Biz analiz qilyapmiz, tahlil qilyapmiz, klinik holatlarni aytyapmiz, qanaqa qilib boshqarish mumkin? Kimlardan misol qilib aytishimiz mumkin? Misol uchun kimlarni misol keltiramiz shunaqa jarayonlarga? Boya tushuntirganingizda o'g'irlab oldim shu fikringizda. Misol uchun harbiylarni misol qilsak bo'ladimi? Harbiylarni misol qilsak bo'ladi. Nima uchun harbiylarni misol qilishimiz kerak? Chunki ularda davomiylik bor, disiplina bor. Ular ruhiy holati, fikrlari va jismoniy holatini doimiy nazorat qilib kelishadi. Eng katta narsa harbiylarda rejim bor. Nechida uxlash kerak? Men aniq bilaman, 9-10 da uyquga yotadi harbiylar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Uxlaydi, 6 da turadi. Bu zo'r, o'sha kerakli uyquni oladi-da, bosh miya. Kerakli uyquni oladi, sifatli uyquni oladi. Va har qanday psixologik va boshqa bir meditsina bilan bog'liq kasalliklarni yoki ruhiy buzilishlarni eng zo'r davosi ham sifatli uyqu. Bu ketdimi? Dietada ortiqcha narsa yo'q. Kerakli kaloriyaga ega bo'lgan ovqatlarni yeyishni boshlaydi. Shu o'rinda men dietaga o'zimning mijozlarim bilan ishlayotganimni tavsiya qilaman. Raqamli detoksni ham, misol uchun shunchaki Instagram, Telegram yoki bo'lmasam TikTokdan keladigan bildirishnomalarni o'chirib qo'yish. Ya'ni miyada ortiqcha chalg'ish, vahima, xavotir pasaytirishi yoki bo'lmasam o'sha uxlashdan 2 soat oldin hamma ekranlarni o'chirish. Mana shuni ham misol qilib keltiraman. Shu jarayonga sizni fikringiz qanaqa? Ya'ni raqamli detoks, stress, surunkali stress va kortizol jarayonlari bilan ishlashda. Juda to'g'ri fikr aytyapsiz. Raqamli detoks kerak, chunki biz telefonni olganimizda ijtimoiy tarmoqqa kirib reelslar tomosha qilamiz. Reels tomosha qilayotganimizda miyada kichkina dopaminlar uyg'onishni boshlaydi. Bu popkornga o'xshaydi-da. O'shaning uchun popkorn miya sindromi deb aytamiz. Popkorn miya sindromi nima uchun xavfli? Biz 20 sekundli, 15 sekundli reelslarni ko'rsak, popkornga o'xshab miyada qanaqa jarayon ketadi? Dopamin ishlab chiqarish jarayoni ketadi. Xuddi shunaqa. Dopaminni ishlab chiqaravergandan keyin miyani qiynab qo'yamiz-da. O'shandan keyin eng katta buzilish shundan bo'ladi. Ya'ni detoks yo'qligi, ma'lum bir vaqtda biz to'xtata olmaymiz. Shunda buni sun'iy dopamin deb aytsak ham bo'ladi. Sun'iy dopamin chiqishi, tez ketib qoladi. xuddi shunaqa. Sun'iy dopamin chiqishi va imkon qadar uxlashga yotdingizmi, telefoningiz boshqa xonada bo'lishi kerak. Shundagina yaxshi bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchi holat bo'ladigan bo'lsa, doimiy jismoniy mashq. Tanani, ya'ni tana bilan ishlash, uni uxlab qolmasligi, o'chib qolmasligiga yordam berish. Sababini tushuntiramiz. Nima uchun doimiy jismoniy mashq? Sababi bizda stressda miya juda ko'p resurs, juda ko'p energiya ishlab chiqardi. Miya charchadi, tana charchamayapti. Xuddi shunaqa. Endi miya u resurslarni yana joyiga qo'yish uchun, o'zini yaxshi his qilish uchun bizda energiya manbai nimadan? Jismoniy faollikdan. Jismoniy faollik, rejimda uxlash, turish, misol uchun ijodiy faollik, shaxsiy rivojlanish, bularning hammasini bitta qutichaga soladigan bo'lsangiz, kompleks yechim bo'ladi-da. Aynan o'sha dopamin deganda tabiiy dopamin olish uchun jismoniy faoliyat bilan shug'ullanish mumkin. Albatta. Chunki biz har kuni shug'ullanayotgan dopamin olamiz, natijamizni ko'rib serotoninga to'yinamiz. U dopamin, serotonin, noradrenalin, kortizol, biz bular haqida albatta keyingi podkastlarda hammasini tushuntirib, bizda bor bu narsa, ya'ni katta ruhiy buzilishlar, major depressive disorder deydi, misol uchun boshqa nevroz, hammasini imkon qadar podkastlarda aytib ketamiz.